Assalomu alaykum hammaga. Bugun nima qildim? Bugun 5 kilometr yugurdim 4,6 o'rniga. Ozgina qo'shgan bo'lsam, lekin natijasi yaxshi bo'ldi. Sal qoldi nafasim qaytib, narigi dunyoga ketishimga va shuni tushundimki, birdaniga katta masofani bosib o'tish juda qiyin ekan. A, Dasturdan men uchun reja tuzib ber deganimda haftada bir marta katta masofani bosib o't. Masalan, har kuni 2 bo'lsa, haftada bir marta 6 yoki 7. Shuni tushundimki, kamgina vaqtdan keyin ozgina ko'paytirish qulayroq ekan. Birdaniga ko'p masofani yugurishdan ko'ra, hammaga har xil. Meni tanam shunaqa dedi, shoshilma Anvar, hali vaqt bor. Hali noyabrgacha vaqtimiz juda ko'p ekan. Bugun 30 nechinchidir kunimiz bo'ladi. Marafonga tayyorlanayotganimni. Xo'p, like bosing, obuna bo'ling, yana nimalardir qiling menga yoqadigan. Hammaga omad.